Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilik kvartira so'raydi. Kvartira ham yaxshi, lekin hovli bo'lsa, uni ustiga afsona villalarning ichida bo'lsa, nima deysizlar? Hozir sizlarga shunaqa variant topib qo'ydim. Uy dahliz, hammom, tualetlari bor. Puliga stoyishi bo'lgan xonadon topib qo'ydim. Hovli. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, videoni o'tkazib yuborishga shoshilmaylik. Hozir uyimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, hovlimiz shu atrofda ozgina qaraydigan joylar bor, ustida ishlayapti. Hozir sizlarga uyni ichlarini ko'rsatib o'taman. Xo'p, qadrdonlar, bu birinchi xonamiz. Ko'rganingizdek, tashqariga qarang, ikkita oynalari bor, remontlari yaxshi holatda. Ushbu uyimiz zudlik bilan ijaraga beriladi. Bu ikkinchi xonamiz. Ko'rganingizdek, kommunal tarmoqlardan muammo yo'q, gaz, suv, svet tarmoqlari joy-joyida. Bu tarafda bizda sanuzel. Endi oshxonaga yo'l olamiz. Ko'rganingizdek. Xo'p, qadrdonlar, ushbu hovlimiz zudlik bilan ijaraga beriladi. Ijara narximiz unaqa qimmat emas. Oyiga 2 million so'm. Ozgina shartlari bor. Bu yerda usta ishlatishadigan. Agar shu shartlarga ko'nadigan kimdir bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, shaxsan o'zim bilan bog'lanib ushbu uyimizni ijaraga olishingiz mumkin. 2 million uyimizni ijarasining narxi, makler xizmati alohida. Havolari juda ham toza, yaxshi joyda joylashgan, lokatsiyasi ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Afsonalar villani ichida joylashgan. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, shaxsan o'zim bilan bog'lanib ushbu uyimizni ijaraga olsanglar bo'ladi. Barcha aynani Namangan ijara uylar kanalida kutib qolaman.